Mana endi takoy estetikniy, chiroyli bir vid paydo bo'ldi. Orqadan xuddiki quyoshdan nur tushib turganga o'xshab. Endi bunisini qo'yib ko'ramiz. Xo'p, mana endi keyingisini qo'yib ko'rdik. Bu ham juda ham ajoyib, o'zgacha bir vid berib turibdi. Xo'p, bunaqa ham qilib ishlatsanglar bo'ladi, orqalarga fon sifatida qilib. Xarajatsiz harakat 0 ga teng deb bekorga aytishmagan. Shuning uchun ham mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Atigi $75 sarflab mana shu orqamda turgan kichkina matoqchani olib, qanaqangi estetikniy juda ham zo'r videolar qilsa bo'ladi. Shuning uchun hech qachon o'zingizlarning shaxsiy rivojlanishingiz uchun bloginglarda bo'ladimi, yana boshqa sohalarda bo'ladimi, hech qachon o'zingizlardan pul ayamanglar. Hayotgancha profilimga obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan-da yaxshi va qiziqarli kontentlar olib borishga harakat qilaman inshaalloh.